Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Bugun sizlarga uy sharoitida eng oddiy va eng gullar uchun foydali bo'lgan tabiiy oziqani aytib o'taman. Bu tabiiy oziqa choy. Choy hammada ham ro'zg'orda bor, albatta. Choy damlab ichganingizda, choyningizda qolgan choyni to'kib tashlamasdan gullarni ildiziga qo'yib chiqsangiz, gullar uchun juda ham yaxshi foyda beradi. Gulni tanasini baquvvatlashtiradi, ildizini mustahkam qiladi va o'sishini tezlashtiradi. Eng muhimi, gullaringiz tanasi mustahkam, qalin bo'lib, yaxshi o'sadi baquvvat qilib. O'shaning uchun choy ortgan choyni zayi qilmasdan, to'kib tashlamasdan gullaringizga qo'yib chiqsangiz, samarasini bir hafta 10 kunda ichida ko'rasiz. Buni zarari yo'q, bu tabiiy oziqa. Doimiy, har doim choy qo'yib yursangiz bo'ladi. Sovuq choy bo'lishi kerak albatta. Issiq holatida umuman qo'llamang. Agar choyni tagidagi shammasini tuprog'iga aralashtirib yuborsangiz, tuprog'iga o'g'it bo'ladi. Juda ham yaxshi foydasi bor. Tuprog'i yumshoq bo'ladi. O'g'it bo'lib, yaxshi gulni o'z rivojlanishiga, o'sishiga har taraflama foyda beradi. Men doim gullarimga o'shanday qilib foydalanib kelaman. Allohga shukr, gullarim o'sishi yaxshi, rivojlanishi yaxshi, umuman salbiy ta'siri yo'q. Bu oddiy choy. Choyni hamma biladi-yu, zarari yo'q, zararsiz narsaligini ham bilasizlar yaxshi. O'sha oddiy choy gullar uchun juda ham foydali o'g'it hisoblanadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, kuniga har kuni ertalab shunaqa choy bilan men sug'orib qo'yaman gullarimda. Ko'rinishini ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib. Hech qanaqa salbiy ta'siri yo'q, foydasi bo'lsa bor, lekin zarari yo'q. Albatta, buni sinab ko'ring gullaringizda. Qo'llab issiq holatida emas, sovuq holatida qo'yilish kerak albatta. Hurmatli gul shaydolari, ma'lumotimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'llab turishlaringizni iltimos qilardik, videolar keng tarqalishi uchun. Yanada uy sharoitida eng kerakli va foydali bo'lgan tabiiy oziqalarni albatta sizlarga ko'rsatib, yoritib boramiz. Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga obuna bo'lsangizlar, har xil gul urug'lar va foydali ma'lumotlar joylanib boryapti. Gul urug'larda dastlabki xizmati bormi degan klientlarimiz, mijozlarimiz ko'p chiqdi. Albatta bor, 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Aytgan manzilingiz, tumaningizgacha xudo xolasa pochtadan yetkazib beramiz. Mana gullarim gullashi ko'paygan. Bu albatta choyda ta'siri bor. Boshqa oziqalar ham berish kerak, lekin men kuniga o'sha qolgan choyni qo'llab turaman. Mana gullarimda holati. Albatta siz ham sinab ko'ring. Buni foydasini sezasiz. 10 kun ichida o'zi foydasini ko'rsata boshlaydi. Xudo xolasa sizlarga yana tabiiy oziqalar haqida ma'lumot beraman. Tuxum po'chog'ini haqida ham to'liq ma'lumot yetkazaman. Juda ham foydali, kalsiy bo'ladi gullar uchun. Xayr, sog' omon bo'lingizlar.